Bismillahirrahmanirrahim. Baxt saodat bola chaqidimi emas. Balalar hayotlikdagi eng qimmatli go'harlardir. Alloh taolo Qur'oni Karimda Al-malu vel banuna zinatul hayatid dunya. Ya'ni pul, mol va balalar dunyo tirikchiligining zinnatidir deydi. Xuddi ajdodlar aytgandek, balaliq uy baza, balasiz uy mozordir. Balalarsiz turmushda saodatni tasavvur qilish qiyin. Biroq buninglik bilanla baxt saodat balalarda deyilmaymiz. Chunki reallikda ko'ryapmizki, ota-onasiga vafodorlik bilan haqliq yo'sinda muomala qilishning o'rniga ularni tuzgurlarcha qaqishtirayotgan balalarmi oz emas. Balalar biz uchun Alloh taolo tarafidan berilgan ne'mat ham bir turli sinoqdir. Sinoqlardan hamma odam o'tib ketolmaydi. Ya'ni va'alamu annama amwalukum va avladukum fitna. Bilinglarki, sizlarning pul mollaringlar, balalaringlar sizlar uchun bir turli sinoqdir. Baxt saodat fan texnikadimi emas. Bizga jiroqni yaqin, mushkulni oson qilib berib, turmushimizga hisobsiz qulayliklarni baxsh etgan fan texnikami bizni baxtli qilishga qodir emas. Angliyalik faylasuf Russell insonlar tabiat bilan bo'lgan kurashda fan texnikaga tayinib g'alaba qildi. Biroq o'zi bilan bo'lgan kurashda g'alaba qila olmadi. Bu kurashda fan texnika hech narsaga asqatmadi degan ekan. Baxt saodat o'zimizda. Baxt saodat degan ma'naviyatga taalluq hukm. Shunga uni ko'z bilan ko'rgili, tarozi bilan o'lchigili bo'lmaydi. Uni boylik kallaridan yoki o'rda xazinalardan topqilimi bo'lmaydi. Uni pulga setib olg'ilimi bo'lmaydi. Baxt saodat shunday narsaki, inson uni turmushning hamma taraflarida his qilib tangdoshsiz lazzatga to'ladi. U dilning oromi, vijdonning rohati, ko'ngilning shodligidir. Uningga erishgan kishi qalbining eng cho'nqur qatlamlaridan tirnoqining uchlarigacha ozodilik va huzur his qiladi. Baxt saodat sirtdan import qilinmaydi. U inson qalbidan o'qchib turadi. Uni Alloh taolodan boshqa hech kim ato qila olmaydi va Alloh taolodan boshqa hech kim tortib ola olmaydi. Haqiqiy baxt saodatga erishgan kishilar beshiga har qanchalik balo qazo dishvorchilik kelsimi, uningga pisand qilmaydi. Turmush ularni mushaqqatlari bilan kutib olsimi, ular hayotlikqa mardonalik bilan kulimsiraydi. Xushallikni o'zimizdan izlashimiz kerak. Xushallik sirtdagi narsalarda emas. Nurg'un odamlar xushallikni sirtdagi narsalardan izlab, agar men ma'lum narsaga erishsam xushal bo'lardim, yoki paloni bilan to'y qilsam xushallikqa erishatdim va yoki paloni yoki berib sayohat qilib kelsam xushal bo'lardim deydi. Ammo u narsalarning mohiyatida xushallik yo'q. İnsanlar erishalmaganligi uchunla uningda xushallik bor deb o'ylaydi. Erishgandan keyinla uningda xushallik yo'qligini biladi. Bizda erishish istigi bo'lishi lozim. Masalan, taqqa yamashquchini tasavvur qilaylik. Tog'ning ustida xushallik bormi? Agar shunday bo'lsa edi, u taqqa chiqib, u joyda o'ltirib olsa bo'ladi. Ammo hech kim o'ltirib olmaydi. Qaytib tushidi. Aytilishicha, bir kuni bir ayoliga qattiq g'azablanib, "Men seni baxtsiz qilib etaman" deb tahdid sapdi. Buni anglagan mehribon ayoli uningga kulimsirab turib, tamkinlik bilan mundaq debdi: "Sen meni hargiz baxtsiz qila olmaysan. Chunki mendagi baxtni sen bergan emas, uni Alloh taolo bergan. Navoda saodat sen menga berayotgan pul, molda bo'lsa edi, sen meni uningdan mahrum qilatding. Sen menga elib berayotgan kiyim-kechakda bo'lsa edi, sen uni to'xtatib qo'yatding. Lekin saodat ya sening yoki barliq insonlarning qo'lidan kelmaydigan bir narsa bo'lib, u bo'lsa-mu mening qalbimdagi iymonimdir. Iymonim qalbimda bo'lib, qalbimga Alloh taolodan boshqa hech kim ega bo'la olmaydi. Sen mening hamma taalluqimni ilib olsangmi, qalbimdagi iymonimni ilib ola olmaysan. Shunga sen meni baxtsiz qila olmaysan va baxtlikmi qila olmaysan" debdi. Baxt saodat nereden keladi? Shaksizki, baxt saodat iymondan keladi. Chunki iymon baxt saodatning birinchi manbasidir. U to'limi katta ne'matdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Man amila solihan min zakarin aw unsa va huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan va lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya'ni er ayol müminlerden kimki yaxshi amallarni qilsa, biz uni albatta obdan yaşitimiz ve
albatta ularning mukofotini qilgan amallarining eng yaxshisi bo'yicha beramiz deydi. Oyatdagi obdan yashtimiz degandan maqsad pul, mol, dunyo beramiz yoki turmushini farovon qilib beramiz va yoki yuqori mansabga erishtiramiz deganlik bo'lmasdan, balki baxt, saodat va huzur, halovat ichida yashtimiz deganlikdir. Chunki ko'p boyligi bor bo'lsa-mu, yuqori mansablik bo'lsa-mu, huzur, halovatsiz yashagan odamni baxtli degili bo'lmaydi. Oyatdan ma'lumki, bu ne'mat mu'minlarga xos ne'mat bo'lib, bu uning o'z amalidan hosil qilgan xushalliqi va Rabbining o'zidan rozi ekanligini his qilgan vaqtdagi saodatidir. Iymon bo'lmagan qalb bunday saodatni hargiz his qilolmaydi. Atrofimizga qarab boqadigan bo'lsak, shuni keskin e'tirof qilmay turolmaymizki, dunyoda eng baxtli, eng xotirjam va eng qanoatli hayot kechirayotganlar musulmonlardir. Shuningdek, dunyoda eng baxtsiz, eng iztirobli va eng bearam hayot kechirayotganlar Alloh taologa va oxirat kuniga iymoni bo'lmaganlardir. Iymonsiz odamlar qanchalik boy bo'lib ketsa-mu, qanchalik cho'ng mansabdor bo'lib ketsa-mu va hayotning lazzatini qanchalik ko'p tetigan bo'lsa-mu, bu hayotdan huzur, halovat his qila olmaydi. Psixik kasalliklarning va o'zini o'ltirib oladiganlarning mutlaq ko'p sonligi Amerika va Yevropaga o'xshash moddiy jihatdan kamoliga yetgan, ammo ma'naviyatda 0 darajaga tushib qolgan davlatlarda ko'p bo'ladiganligi va islom davlatlarida mundaq ahvollarning yo'qning o'rnida ekanligimi bir reallikdir. Buningdagi sabab nima? Sabab nihoyat aniqdir. Garchi islom davlatlaridagi insonlarning ko'p sonliqi turmush safosi to'van, tirikchilik ishlari jafoliq, o'zlari kambag'al bir hayotda yashasimi, ular hayotlikqa iymoni va qanoati bilan muomala qiladi. Shunga ular ozga qanoat qiladi, ko'pga shukr qiladi, turmushidan zarlanmaydi, hayotidan voz kechmaydi. Alloh taolaning yordamidan umidini uzmaydi. Natijada ular baxtli, huzurli hayot kechiradi. Psixik buzuqligi, ruhiy kasallik degandek holatlarni va mundaq kasalliklarni bilmaydi. Psixologlarning orqasidan yugurmaydi. Ammo iymondan iborat bu katta ne'matdan mahrum holda hayot kechirayotganlarning hayoti muqimsiz, qanoatsiz, shukrsiz bir hayotdir. Shunga ularning hayotida psixik buzuqligi, nerviy kasalligi va ruhiy azoblanish qatorliq rohatsizliklar kam bo'lmaydi. Shuni unutmasligimiz kerakki, qanoatmi katta ne'mat bo'lib, u insonni baxtli qilishga yetarlikdir. Chunki insonning nafsi mangu to'ymaydi. Uning nafsini faqat tuproqli to'yg'iza oladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu haqiqatni ifodalab, inson 2 va'da oltinga erishsa-mu, yana u 3-chisini tilaydi. Insonning nafsini to'pidan boshqasi to'yg'iza olmaydi degan. Bu nima degan to'g'ri deyaguniz, a? Inson mayli qanchalik cho'ng boy bo'lib ketsin, mayli podshoh yoki rais jumhur bo'lsin, uning nafsi qanoat qilmasa, u hargiz baxtli turmush kechira olmaydi. Demak, shukr qanoatmi insonni baxtli qiladigan muhim amaldir. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va may yashkur fa innama yashkuru li nafsi", ya'ni kimki shukr qiladi ekan, u faqat o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi deydi. Alloh taolaning so'zi nima degan haq? Nima degan to'g'ri, ha? Endi siz inson shukr qilsa, qandoqlarcha o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi deb so'rashingiz mumkin. Deymanki, siz ne'mat berguchiga alhamdulillah deb chin qalbingizdan minnatdorlik bildirgan vaqtingizda, siz shundoq bir ozodlikni, shundoq bir rohatni va shundoq bir huzurni his qilasizki, uni so'z bilan tasvirlab bergili bo'lmaydi. Agar siz bu so'zimga ishonmasangiz, hozir chin qalbingizdan alhamdulillah deb beqing. İnson shukr qilish jarayonida bu ne'matni his qilish bilan birga o'zidagi ko'plagan ne'matlarni va ortiqchiliklarni bilib olaydi. Bu o'rinda payg'ambar alayhisalomning "Sen o'zingdan yuqori turdiganlarga emas, o'zingdan to'van turdiganlarga qarg'in" degan so'zi nima degan to'g'ri aytilgan. Chunki siz agar kambag'al bo'lsangiz yoki bechora bo'lsangiz, o'zingizdanmi kambag'al, o'zingizdanmi bechora insonlarni ko'rganingizda, o'zingizning ularga qaraganda yaxshi ekanligingizni bilasiz va o'zingizni baxtli his qilasiz. Ba'zida meyib insonlarni ko'rganingizda, o'zingizning saq turayotganligingizdan suyunib, "Shukri Xudoyim" deysiz. Bu chaqda siz o'zingiz tasvirlab bo'lolmaydigan bir xil saodatni his qilasiz. İnsanlar agar Alloh taolaning cho'ng kichik barliq ne'matlariga hamisha shukr qilib, uningga minnatdorlik bildirish bilan yashaydi ekan, cho'qim baxtli yashaydi va texmi ko'p ne'matlarga erishadi. Chunki shukr qilguvchiga texmi ko'p ne'mat berish Alloh taolaning va'dasidir.
Oxirida deymanki, mushundaq isil ma'naviy boyligi bor bo'lgan odamning psixik buzuqligiga yoki ruhiy kasallikka uchrashi mumkinmi? Afsuski, nurg'un kishilar o'zlari to'gi ustida turib, to'gi izlayotgandek, shunchalik ma'naviy boyligi bor turib, o'zini ma'naviy yo'qsillarni sanaydi. O'zidagi ma'naviyatni kashf qilishning o'rniga mundaq boylikdan mahrum qolgan psixologlarning leksiyalaridan shifotliq izlaydi. Bu qandoq ahmoqlik? Saodat bir narsaga erishish yo'lida his qilinadi. Hech qanday bir nishonning o'zida xushallik yo'q. Xushallik nishonga yetish yo'lida bo'ladi. Ba'zi kishilar o'zining saodatini pul, moldan yoki farzandlik bo'lishdan va yoki mansabdan izlaydi. Masalan, biri men pul topsam baxtli bo'lardim desa, yana biri men o'ylansam baxtli bo'lardim deydi. Yana ba'zisi men ishga o'rinlashsam baxtli bo'lardim deydi. Yana ba'zisi yuqori mansabga erishsam baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Bularning hech biri xato emas. Chunki inson o'zining baxt saodatini nimaga bog'liq qilsa, baxt saodatni shu narsadan kutadi. Ammo bu vaqtlik va cheklik saodatdir. Chunki bu narsalardan keladigan saodat shu narsalarga erishib bo'lgandan keyin yo'qoladi. Ya'ni saodat bir narsaga erishish yo'lida bo'ladi. Erishib bo'lgandan keyin saodat his qilinmaydi. Bizning izlayotganimiz davomlashadigan mangulik saodatdir. Bir musulmon odam uchun haqiqiy baxt saodat uning Alloh taologa yaqin bo'lgan vaqtidir. Chunki inson Alloh taologa yaqin bo'lib, bu yaqinlikdan huzur halovat hosil qilgan vaqtida o'zini eng baxtli his qiladi. Psixologiya mutaxassislari mundaq deydi: turmushda baxtsizlikning sabablari nihoyat ko'pdir. Ammo baxtli bo'lishning sababi birli bo'lib, u qanoatdir. Chunki insonda qanoat bo'lmasa, u butun dunyoning boyligiga erishgan taqdirdami o'zini baxtli his qila olmaydi. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi kitob o'qishimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.